Siyasi vaziyetler, dünya iqtisodi, fan texnika, biz Sultan ekranida. Assalamu alaikum aziz vatandaşlar. Sizler bilen hazır bir qancha minut ilgari o'tirg'i chiqqan bir xo'sh xabarni o'rtoqlashishni uyg'un ko'rdik. Aylardan buyon kutgan bir xo'sh xabar bugun Yevropa ittifoqidan keldi. Amerika hukumati 2019 yili Uyg'ur kishilik huquq qonunini ijro qilib yo'l qo'ygandan keyin va Xitoyning bir qism shirkatlarga, yuqori amaldorlarga Sharqiy Turkistonda yapayotgan insoniyat qarshi jinoyatlari to'g'riliq jazolarni o'tirib qo'ygan edi. Ammo başka devletler bu meselede hazırgıca ameliy bir qadam basmagan. Bu biz bütün Uyghur xalqi, Sharq Turkiston xalqi, cümleden dünya qurultiyi, Avrupa devletlerini Amerika o'xshash ameliy bir qadam qilishga ko'p harakatlarni qildik, tashabbuslarni qilib keldik. Chunki yalnız Amerikaning ham Xitoy hukumatiga nisbatan bu jinoyatga ameliy qadam besishning o'zi Xitoyning bu jinoyatini to'xtatib qololmaydiganligini, shuningga Yevropa ittifoqi özünün kuruluş məqsədlərindən bo'lgan demokratiya, kişilik huquq, adalet ve kanun bilen idare qilishdan ibaret bu qimmat qarashni qo'g'dab qilish uchun Sharqiy Turkistonda epirvatgan Xitoy hukumatining insoniyat qarshi jinoyati ve milliy erkiy qirg'inchiligiga nisbatan amaliy qadam besishi yalnız Birleşken Devletler Teşkilatı'da fikir bayan qilib qo'yishning va yoki Yevropa parlamentida ilingan qarorlarning qog'oz üstüde qilib qilishning Xitoyning bu jinoyatini to'sib qololmaydiganligini, buningga amaliy qadamlarni berib Xitoyni jazolash qarorini erishning bu qirg'inchilikni to'xtatish uchun muhim rol o'ynaydiganligini ta'kidlab kelgan, orzularimizni ifodalab kelgan ko'rishmalarda bu fikrimizni davomli kun tartib qo'yib kelgan edik. Demek en ahırda Avrupa İttifakı uzun müzakirlerden keyin mana bugün Xitoyning 4 tane yuqori derecedeki emeldarlarını Sharq Turkistonda yapayotgan bu erkiy qirg'inchilik sebebinden jaza e'lon qildi. Bular Chen Minguo, Wang Mingshan, Wang Jushan ve Zhu Heilan'dan ibaret 4 Xitoyning yuqori derecedeki emeldari Sharqiy Turkistondagi ve shundaqla Bingtuan degan yani kuruluş atirti, askeri atirti bugün e'lon qilgan bu jaza listasining ichida bor. Bu munosabat bilan bu hamda yalnız Yevropa İttifaqı qaramoqqa Yevropa İttifaqı e'lon qilgan Avrupa Komisiyasi e'lon qilgan bir listada ko'ringan bilan amaliyotda Avrupa İttifaqıningki prinsipi qoidasi bo'yicha bir davlat 27 davlat a'zo hozir buning ichida bir davlat unga qarshi tursa bu qaror chiqmaydigan gap. Demak, Avrupa İttifaqidagi bütün davlatlarning rahbarlari o'xshash fikr birligi kelib turib olgan qaror. Bu qaror 27 Avrupa İttifaqı a'zo 27 davlatning o'rtaq olgan bir qarori. Uningdan boshqa bu qaror elinib, oradan 2 soat o'tgandan keyin Angliya hukumatimi o'xshash shaklda mushu 4 yuqori ismini o'tab ketgan 4 Xitoy amaldori va qurilish Bingtuan'ga nisbatan Angliyadami o'xshashlar bir jazo e'lon qilindi. Demak, Avrupa İttifaqı a'zo 27 davlat va Angliya bo'lib bütün Avrupa davlatlari hozir Amerika birlikte bu Xitoy hukumatiga tunji bu amaliy jazo e'lon qilganligini bildirdi. Bu bizni nihoyat xo'sh qiladigan bir hodisa. Buning qarshi Xitoy hukumatimi 10 Avrupa parlament a'zosiga jazo e'lon qilganligini jakaladi. Demak, Xitoy hukumatining ki qanchalik vahshiy, qanchalik qisosxo'r bir hokimiyat bo'lganligini, Xitoy hukumati yumshoq gaplar bilan va yoki diplomatiya bilan to'xtatib qilib bo'lmaydigan bir hokimiyat bo'lganligini, bir bandit hokimiyat bo'lganligini dunyo aniq ko'rib oldi. Demak, endi ki jang rasmiy boshlandi. Balkim bütün dünya bir tarafga, Xitoy bir tarafga bo'lib dünya ikki qutbli bir dünya shakllandi. Ama bunun bilan dünya Xitoyning haqiqiy mohiyatini yuzini tunib yetganligiga shahid bo'ldik. Demek bunun keyin dünya texmo dünyanın başka kısımları mı hatta Sharqiy Turkiston meselesinde hazırgıcı uxlab yatgan va yoki jim turib olgan davlatlar uchun mu ciddi bir silkinish bo'ladi deb o'ylaymiz. Xalqimizga muborak bo'lsin. Demak, ep berayotgan mujodala, kurashlar men beryotdi, natija beryotdi.